Koreyadagi halol belgili go'shtlarni iste'mol qilsak bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Biz bir qancha kishi Koreyaga ishlashga kelgan. Bu yerda halol go'sht topmoq tez ekan. Do'konlarda Avstraliyadan import qilingan halol belgili qashlangan kala va qo'y go'shtlari bor ekan. Unimi tepish oson emas ekan. Bu yerda ishlashga kelib turayotgan Uyg'urlar xali ko'p. Uzun muddat turmoqchi bo'lg'achqa, ashu go'shtlarni iste'mol qilsak bo'lamdi? Sizning Yevropadagi bu turli go'shtlar to'g'risidagi fatvolarni o'qigan bo'lg'achqa, harom go'shtni iste'mol qilib salmaslik va taqvodorlikni qo'ldan bermaslik uchun qayta so'radik. Iste'mol qilish joiz bo'lmagan taqdirda uzun turolmay qaytishimizga to'g'ri keladi. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Haram va shubhili go'shtlarni iste'mol qilishdan saqlanish uchun Avstraliyaga o'xshagan davlatlardan import qilingan halol belgili qashlangan kala va qo'y go'shtlarini iste'mol qilishga bo'lmaydi. Buning sababi tuvandikicha. Birinchi, bo'g'izlash jarayonida shariatga xilof ko'p ishlarning bo'ladiganligi. Yevropa Fatva va tadqiqot komiteti odatda Yevropada ilib berilayotgan bo'g'izlash usullarini ko'zdan kechirgandan keyin shariatga xilof ko'p ishlarning bo'ladiganligini, qo'y bilan muzaylar o'lib qolmasimi, to'xu va kalalarning bo'g'izlashdan burunla o'lib qoladiganligini ko'zda tutib, to'xu bilan kala go'shtlarini yeyish joiz emas. Ammo qo'y bilan kichik muzayni bo'g'izlash usuli ba'zi joylarda shar'iy bo'g'izlash qoidasiga zid kelmaydi deb qaror qilgan. Bu hukm Avstraliya uchun o'xshash. Ikkinchi, hayvon bo'g'izlanishdan burun o'lib qolsa yoki tok bilan behush qilinib shar'iy bo'g'izlangan taqdirdami to'liq qansirash bo'lmaydiganligi sababli go'shtning vazni og'ir bo'ladi. Go'sht sotadiganlar foydani ko'p oladigan gap. Uchinchi, Avstraliya qonuni hayvonni tokda so'qib behush qilmasdan bo'g'izlashni cheklaydi. Bo'g'izlashdan burun tok yoki tapanchalarda o'ldirilganlarning go'shti aniq harom. Behush qilingan hayvonlar o'lib qolmaganlar bo'lsa, shar'iy bo'g'izlasa halol bo'ladi. Lekin biz jarayondagi ahvollarni bilolmaymiz. To'rtinchi, ko'pincha davlatlar o'z aholisi bo'lgan musulmonlarga yoki boshqa davlatlardagi musulmonlarga go'sht sotishda halollik guvohnomasi qo'llanadi. Halollik guvohnomasi odatda pul topadigan bo'lg'achqa, bu guvohnomalarda ishonch ozlab ketgan. Nurg'un davlatlarda ahvol shundoq. Avstraliyani ilib aytsak, Avstraliyadagi halollik guvohnomasi berish salohiyati bor 4 o'rinning biri bo'lgan Avstraliya Islom Majlislari birligining bu masalada bir qadar mazmun tuzumlari bo'lsa-mu, halollik guvohnomasidan qiladigan kirim har yili necha million dollarga yetadigan bo'lg'achqa, uning ba'zi a'zolari 2017-yili o'z oldiga guvohnoma berib pul yiqqan ahvollarmi bo'lgan. Texi mushu oydagi bir vaqalikda Malayziya Islomiy gullanish idorasi Avstraliyadagi bir shirkatga berilgan halollik guvohnomasini amaldan qoldirish uchun tekshirish olib borgan va shirkatdagi zabihi qilish ishlariga aloqador ishchilarning silliq va suratli isbotlarga asoslanib, uning guvohnomasini amaldan qoldirgan. Va bu haqda Avstraliya halol go'sht oliy islom majlisini vaqiflantirgan. 5. Koreyadagi halol belgisini saxta qilish vaqaliklarimi ko'p. Bir qatamqi pash qilishda yillarcha masjidlarga ta'minlangan halol belgili go'shtlarning halol belgisining saxta bo'lib chiqqanligi haqida Koreya Musulmonlar birligining Busan sho'basi raisi Lee Dong-ha musulmonlar aldandi degan. Payg'ambar alayhissalom mashhur bir hadisda mundaq deydi: Halolmi aniq, harommi aniq. Bularning orasida shubhilik narsalar bor. İnsanlarning ko'pinchisi bularning halol yoki haromligini bilmaydi. Kim dinini va iffatini saqlash niyati bilan bularni tark etsa aman bo'ladi. Kim buning qaysi birini qilsa, haromni qilib selishga tas qoladi. Bu xuddi cheklangan rayon atrofida padisini o'tlatgan kishining padisining har anda bu rayonga kirib o'tlab qolishga tas qolganiga o'xshaydi. Har bir podshohning cheklagan rayoni bo'ladi. Allohning cheklagan rayoni bo'lsa, harom qilgan narsalaridir. Quloq solinglar. İnsanning badanida bir tishlam go'sht bor. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Xulosa kalam. Koreyada yashayotganlar musulmon qassoblar shar'iy bo'g'izlaydigan qushxona va do'konlarni izlab tepish kerak. Undaq do'konlar tepilmasa, o'zlari hamkorlashib shar'iy bo'g'izlaydigan sharoit hozirlashi lozim. Unimi qilolmasa, bozordagi o'simlik va dengiz mahsulotlari bilan kifoyalansa bo'ladi.
Qisqasi, bozorlardagi to'xta yoki tapanchada va yoki boshqa usullar bilan behush qilinib o'ldirilgan ahvoli noaniq halol belgili go'shtlarni yegili bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.